Assalomu alaykum, masharakatli kuzatib boruvchilar. Obyektimiz yakuniga yetdi. Obyektimiz umumiy jami объемimiz 385 kvadrat metr pol, 26 kilovatdan ikkita kotel qo'yganmiz. Bittasi boiler короче, одна konturni, bittasi двухконтурный kotel. Sistemamiz resirkulyatsiya bo'lgan. Bordi keldilarimiz. Resirkulyatsiya uchun nasos qo'yganmiz, chistotный nasos. O'zi hamma biladi uni, shimjida va Kospenli bollarimiz 200 litrlik bu Kospenli bollar qo'yganmiz. Bu narsalarga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. O'ta go'zal holatda ishlayapti va bistri montajimiz Waterpro mahsuloti. Xudo xolasa endi uyda kelsa termogolovkalar olib beradigan bo'lsa, kom termosatlar bilan ushlatib qo'yamiz. Rashni bachok bu sistemamiz yoqqan bo'lsa bitta like-chani bosib qo'yamiz, podelisa qilamiz. Uyni ustonmasdan yurgan do'stlarga jo'natib olasizlar. Juda ham go'zal holatda. Separator, dislomator. Ko'pchilik usta bu kerak emas, uyda gazga rasxod deydi. Yo'q. Bu sistema uchun juda ham zarur. Sistemaning yuragi desa ham bo'laveradi. Yoki jigari desa ham bo'laveradi. Go'zal. Yoqqan bo'lsa bitta like-chani bosib qo'yamiz, podelisa qilamiz. Uyni ustonmasdan yurgan do'stlarga jo'natib olasizlar. Bang! Yetkazib turib.